Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa chiroyli planda qilingan orzu kottej joylashgan 4 yotoqli hovlimiz sotuvga qo'yildi. Ushbu hovlimiz umumiy 7 ta xona hamda plus podvallari bilan sotuvga qo'yildi. Ushbu xonadonimiz hosilar bilan birgalikda obzorni ko'rib chiqamiz. Kiraverish qismimiz mana shunaqa chiroyli yopiq holatda bo'ladi. Darvozaxonamizdan kirganimizda birinchi bo'lib tashqi hojatxonamiz joylashtirilgan va buni yonida omborxona, ya'ni sklad joylashtirilgan. Bundan tom qismiga o'tsa bo'ladi. Va birinchi bo'lib mana bunaqa mehmonxonamiz joylashtirilgan. Mehmonxonamizning ichida ham sanuzurlari bor. Bundan keyin mana shunaqa chiroyli keng hovlimizga o'tamiz va o'rtamizga mana shunaqa zeleniy zonalarni chiroyli holatda qilib qo'yilgan va bu tomonimizda ko'rib tursak, old taraflarga mana shunaqa chiroyli holat, dekorativniy holatda mana bunaqa ustunlarni qilib qo'yilibdi va bu tomonda umumiy ikkita xonamiz mavjud va ikkita xonamizning o'rtasida o'zining sanuzurlari bor. Mana bu tomonimizda yana 4 ta xonamiz mavjud. Kiraverish qismimizni ko'rib turibsiz, mana shunaqa chiroyli koridor qismimizdan kirib kelganimizda chap tomonda oshxona uchun mo'ljallangan xonamiz bor va bu tomonimizda yana ikkita xonamiz mavjud. Ushbu ikkita xonamizning ichida ham o'zining sanuzur hojatxonalari bo'ladi va eng so'nggi xonamiz mana bu tarafga joylashtirilgan. Ko'rib turibsizlar, xonamizning kattaligini, zal qismimiz bo'ladi. Buni ham mehmonxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Buni ham o'zining ichida sanuzur hojatxonalari mavjud va orqa hovlilari ham bor. Orqa hovlilar ko'rib turibsizlar, ikkita katta derazalarni ochib qo'yilgan. Ushbu zalimiz va oshxonamizning tagi to'liq podval hisoblanadi. 9 metrga 10 metr bo'ladi va buni orqa hovlilarini aytib o'tgandek mana shunaqa ochiq holatda. Xonadonimiz kommunallar keladigan bo'lsa, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Elektr montajlarini ham to'liq holatda qilib qo'yilgan, kanalizatsiyalar ham o'pkirib qo'yilgan. Ushbu xonadonimizda narxlarga keladigan bo'lsak, egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz. Kelishuv asosida bemalol baraka qilishingiz mumkin. Namangan joy kanallarimiz obuna bo'lishni unutmang.